Tabriklaymiz. Siz endi Nur yonilg'i quyish shoxobchasining tungi navbatchi sifatida ishga qabul qilindingiz. U unutilgan bir yo'l bo'yidagi shahar chekkasida joylashgan. Vazifalaringiz oddiy: nasoslarni do'kondan turib masofadan nazorat qilish, kassa balansini to'g'rilab turish, javonlarni to'ldirib turish va kechki soatlarda do'kondan chiqmaslik. Ammo qoidalarni hech qachon unutmang. Birinchi qoida: soat tungi 2 dan keyin farasiz avtomobil nasos oldiga kelib to'xtasa, xizmat ko'rsating, ammo hech qachon avtomobil ichiga qaramang. Ba'zida haydovchi to'g'ri ko'rinmaydi, ba'zida esa umuman haydovchi bo'lmaydi. Ikkinchi qoida: agar 4-nasos tomonidan uzoq signal ovozi eshitilsa, ammo yo'lda hech qanday avtomobil bo'lmasa, do'konni darhol qulflang. Tashqaridan qanday tovush eshitishingizga qaramay, hisob stoli ortida 5 daqiqa kuting. Orqa eshikdan sovuq nafas kirayotganini his qilishingiz mumkin. Vahimaga tushmang. Uchinchi qoida: agar mijoz sizga kumush yoki qoraygan eski tanga taklif qilsa, savol bermang, to'lovni qabul qiling. Ular tonggacha g'oyib bo'ladi. Qayerdan kelganini bilishingiz shart emas va qiziqmang ham.